Bir sahoba kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga: "Ya Rasululloh, meni qarindoshlarim bor. Men ularni xabar olaveraman, ular esa aloqasini uzadi. Men ularga yaxshilik qilaveraman, ular menga jafo qilishadi. Nima qilay?" Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Agar siz aytayotgandek bo'lsa, holi. Siz uchun Alloh tomonidan bir yordamchi yoningizda turadi. Aloqasini uzsa ham aloqani tikkalaver. Chunki yoningda Alloh taoloning bir yordamchisi turadi." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muttaqillarning imomi va sila rahim qiladiganlarning ustozi edilar. Makka fathi bo'ldi 8-yilda. Uning orqasidan Hunayn g'azoti bo'ldi. Shunda musulmonlar katta bir g'alabaga erishdi, ko'p g'animalarni olishdi, ko'p asirlar qo'lga tushdi. Ana shu qo'lga tushgan asirlarning orasida Rasul